Oltin junli qo'y. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda Serbiya tomonda bir ovchi bo'lgan ekan. Kunlarning birida tog' tomonlarda oltin junli qo'y bor degan gap tarqalibdi. Ovchi ham o'sha qo'yni ovlash istagida toqqa ketib qaytib kelmabdi. Bir necha kundan so'ng do'stlari uning jasadini topib dafn qilishibdi. Xotini esa erining miltig'ini mixga osib qo'yibdi. Shu ovchining bir o'g'li bo'lgan ekan. O'g'il katta bo'lgach, onasidan otasining miltig'ini so'ray boshlabdi. Onajon, katta bo'lib qoldim. Menga otamning miltig'ini bering. Ovga chiqmoqchiman. Bu haqda unut, o'g'lim. Miltiqni bermayman. Otang shu miltiqni deb bu dunyoni tark etdi. Buni takrorlanishini istamayman. Xullas, o'g'il miltiqni qancha so'ramasin, onasi beravermagach, bir kuni hech kimga bildirmay miltiqni olibdi-da ovga ketibdi. U o'rmonga kirishi bilanoq oldidan oltin junli qo'y chiqib, unga qarab shunday debdi. Ha yigitcha, sen ham meni ovlagani keldingmi? Otang meni otmoqchi bo'lganida buni uddalolmagan edi. Endi seni ham sog' qo'ymayman. Ovchining o'g'li qo'rqqanidan miltiqni qo'liga olib, qo'yni otib qo'yibdi. Qarasa, bu juda noyob hayvon ekan. U shunday o'ljani qo'lga kiritganidan xursand bo'lib, terisini uyga olib ketibdi. Oltin terini ko'rgani odamlar kela boshlabdi. Hademay bu xabar podshoning ham qulog'iga yetibdi. U terini ko'rmoqchi bo'lib, yigitni saroyga olib kelishni buyuribdi. Ovchining o'g'li kelib, terini ko'rsatgan ekan, podshoning teriga havasi kelib, shunday debdi. Qanaychi yigitcha, teri evaziga nima beray? Tilagingni. Uzr shohim. Ammo bu teri sotilmaydi. Bu gapdan podsho darg'azab bo'libdi. Yigitning amakisi podshoning yaqinlaridan ekan. U jiyanini juda yomon ko'rar ekan. Shuning uchun u podshoga shunday deb maslahat beribdi. Podshohim, agar bu ovchi yigit terini sotmasa, uni hech kimning qo'lidan kelmaydigan ishni bajarishga majbur qilish kerak. Podsho o'ylanib qolibdi-da, yana yigitni yoniga chaqirib, uddalab bo'lmaydigan vazifa yuklabdi. Menga qara, yigitcha. Sen bugunoq uzum ko'chatini ekkin-da, bir haftadan keyin menga uning hosilini olib kel. Bu senga shohlik amrim. Podshohim, axir bu imkonsiz. Bu ish qo'limdan kelmaydi. Buyrug'ingizni bajara olmayman. Agar aytganimni qilmasang, zindonda chiriysan. Eshitdingmi? Qani, endi men aytgan ishni bajargani jo'nab qolchi. Yigit uyiga kelib, hamma gapni onasiga aytib beribdi. Onasi ham bu gaplarni eshitib rosa yig'labdi. Bu miltiq yaxshilik keltirmaydi.
otangni halok qilgani kabi seni ham boshingga yetadi demabmidim. Mana oqibati nima bo'ldi? Yigit o'ylay qishloqdan chiqib, boshi oqqan tomonga qarab ketibdi. Yo'lda ketayotsa, oldidan bir qizcha chiqib so'rabdi. Tinchlikmi aka? Nega yig'layapsiz? So'rab nima qilasan? Aytganim bilan yordam qilarmiding? Aka, ayta qoling, nima bo'ldi? Balki biror yordamim tegib qolar. Unda eshit. Boshimga bir mushkul savdo tushdi. Shoh menga uzum ko'chatini ekib, bir haftadan keyin hosilini keltirishimni buyurdi. Buni uddalolmasam, meni zindonga tashlaydi. Bu imkonsiz ish bo'lgani uchun qishloqdan bosh olib chiqib ketyapman. Parvo qilmang aka. Borib podshodan qayerni uzumzor qilmoqchi ekanligini belgilab berishini so'rang. O'zingiz esa bir xaltaga rayhon poyasini to'ldirib soling-da, podsho ko'rsatgan joyga borib uxlang. Qarabsizki, bir haftada uzumlar pishadi qo'yadi. Yigit qizchaning gapiga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmay, uyiga qaytib kelib, onasiga bor gapni aytib beribdi. Onasi bolasining gapini eshitib, shunday debdi. Nachora. Borib qizchani aytganini qil. Baribir boshqa yo'l yo'q. Yigit qizcha tayinlaganiday podshoning oldiga borib, uzumzor uchun ajratilgan yerni so'rab, chegarasini belgilab berishni so'rabdi. Podsho yer maydonini ko'rsatgach, yigit tok qalamchalarini ekish uchun tayyorlabdi. Keyin esa rayhon to'la xaltani boshining tagiga qo'ygancha uxlab qolibdi. Ertalab uyg'onib qarasa, yerga uzum ko'chatlari ekilgan emish. Yana bir kun o'tib, ular bo'y cho'zib, barg chiqaribdi. Bir hafta deganda uzumlar pishibdi. Yigit ularni avaylab, uzib, savatga solibdi-da, podshoning oldiga olib boribdi. Buni ko'rib, saroy ahlining og'zi ochilib qolibdi. Ana shunda yigitning amakisi yana podshoni gijgijlay boshlabdi. Podshohim, endi unga shunday bir ish buyuraylikki, bajara olmasin. Shunda oltin qo'yning terisi sizniki bo'ladi. Bu gap podshoga ham ma'qul tushib, yigitga navbatdagi buyruqni beribdi. Zamoni bo'lmasa-da uzumni pishirib olib kelding. Yashavor shovvoz. Endi menga fil suyagidan qasr qurib berasan. Aks holda dorga tortilasan. Yigit bu gapni eshitib, juda g'am-g'ussaga cho'mib, uyga kelibdi-da, onasiga bor gapni aytib beribdi. Onajon, endi nima qilaman? Podshoh menga fil suyagidan qasr qurib berasan dedi. Bu juda qiyin ish, qo'limdan kelmaydi. Bo'lmasam bolam, qishloqdan chiqib bir aylanib kelchi. Zora yana o'sha xaloskor qizchani uchratib qolsang, balki yana yordam berarmidi? Ovchining o'g'li qishloqdan chiqib yo'lda ketib borayotsa, o'tgan safargi joyda yana o'sha qizcha turgan emish. U yigitning ahvolini ko'rib, uni yana savolga tutibdi. Yana nima bo'ldi aka? Nima uchun xafasiz? Yigit qizchaga bor gapni aytib beribdi. Qiz uni tinglagach, shunday debdi. Aka, bu ish unchalik qiyin emas. Podshoning huzuriga boring-da,
Undan kema, 300 chelak sharbat, yana shuncha bo'tqa va 20 ta usta so'rab yo'lga chiqing. Ikki tog' orasidan suzib o'tayotganingizda suvni bo'g'ing-da, sharbat bilan bo'tqaga uyqu giyohidan qo'shib, suvga to'kib yuboring. Suv ichgani kelgan fillar uxlab qolib, tappa-tappa yiqiladilar. Shunda ustalar ularning tishlarini qirqib olishsin-da, podshoh ko'rsatgan joyga olib borishsin. Siz esa ko'nglingizni to'q qilib uxlayvering. Bir hafta deganda qasr tayyor bo'ladi. Kelishib olinganiday yigit podshodan odamlar va narsalarni olib yo'lga tushibdi. Hammasini qiz tayinlaganiday bajaribdi. Ustalar fil tishlarini qasr qurilishi kerak bo'lgan joyga olib kelishibdi. Yigit qurilishi bo'layotgan joyga kelib, yana rayhon to'la xaltasini boshining tagiga qo'yib uxlab qolibdi. Bir hafta deganda saroy ham bitibdi. Podshoh kelib qarasaki, chiroyda tengsiz qasr paydo bo'lgan emish. Bu vazifani ham bajardi. Endi buni nima qilsak ekan-a? Odam emas, Xudoning balosi shekilli bu. G'alamis amaki yana podshohga maslahat beribdi va unga ko'ra podshoh yigitni huzuriga chaqirtiribdi. Xo'p, saroyni ham qurding. Yaxshi. Endi sen menga Zlatibor shahridagi Malika Zlatan olib kelasan. Tezda tayyorgarligingni ko'r. Bu gapdan sarosimaga tushgan yigit onasiga zorlanibdi. Onasi esa yana qizchani topishni aytibdi. Yigit qishloqdan chiqib qizchani topibdi-da, voqeani gapirib beribdi. Qizcha unga shunday maslahat beribdi. Podshodan bir kema so'rab oling va uning ichiga 20 ta do'kon quring. Har bir do'kondagi mol bir-biridan chiroyli bo'lsin. Keyin 20 ta xushro'y yigitlardan topib, bashang kiyintirib, do'konlarga o'tkazib qo'ying. Bo'ldimi? Shuni o'zi yetarlimi? Yo'q, gapning davomini eshiting. Yo'lda qo'liga qirg'iy qo'ndirib olgan bir odamni uchratasiz. Undan qirg'iy sotiladimi deb so'rang. Agar u odam "Ha, sotaman" desa, so'raganini berib, qirg'iyni oling. Keyin sizga baliqchi duch keladi. Uning qayig'ida tangalari tilla bir zog'ora baliq bo'ladi. Necha pul bo'lsa ham shu baliqni sotib oling. Nihoyat kaptar ushlagan odamni uchratasiz. Necha pul desa ham uning kaptarlarini sotib oling. Keyin qirg'iyning dumidan bitta pat, zog'ora baliqning bir tangasini, kaptarning chap qanotidan bitta pat yulib oling-da, uchalasini qo'yib yuboring. Bular nima uchun kerak? Malikaga bularning nima aloqasi bor? Gapimni bo'lmay diqqat bilan tinglang. Zlatibor shahriga yetib borganingizda barcha do'konlarni ochib, har birining oldiga bittadan yigit qo'yib qo'ying. Shahar aholisi mollarni ko'rgani kelib, og'zi ochilib qoladi. Suvga kelgan qizlar esa hech qachon bunday chiroyli kema va mollarni ko'rmaganliklarini gapirishadi. Bu gap Malikaning qulog'iga yetib boradi va u ham kemani ko'rish uchun otasidan ijozat so'raydi. Malika kanizlari bilan kelganda, siz uni do'konma-do'kon olib yurib, bir-biridan chiroyli mollarni ko'rsating. Shu yo'sinda uni kechgacha aylantiring. Qosh qorayganda esa qirg'oqdan jo'nab keting. Qorong'i bo'lgani uchun buni darrov sezishmaydi. Malika doim yelkasiga bir qushni qo'ndirib yuradi. U kema jo'nab ketayotganini bilib, saroydagilarni ogoh qilish uchun qushni uchirib yuboradi. Shunda siz qirg'iyning patini kuydirsangiz, qirg'iy kelib qushni tutib oladi. Malika suvga tosh tashlaydi. Shunda kema to'xtab qoladi. Siz esa zog'ora baliqning tangasini kuydiring. Zog'ora baliq kelib toshni yutib yuboradi va kema yana suzib ketadi. Bo'ldimi? Shu bilan xavfdan xoli bo'lamizmi?
Uzoq vaqt osoyishta suzasiz. Ikki tog' orasidan o'tayotganingizda esa kema toshga aylanib qoladi. Malika sizga shifobaxsh suv olib kelishni buyuradi. Shunda kaptarning patini kuydirsangiz, kaptar uchib keladi. Unga shisha idish bersangiz, u shifobaxsh suvni olib keladi va kema yana suzib ketadi. Bir necha kundan so'ng eson-omon uyga yetib kelasizlar. Yigit qizchaning gaplarini qulog'iga quyib olibdi-da, podshodan barcha kerakli narsalarni olib, Zlatibor tomon suzib ketibdi. U yo'lda qizning aytganlarini bekamu ko'st bajarib, eson-omon uyga Malikani olib qaytibdi. Podsho bilan amakisi yaqinlashib kelayotgan kemani ko'rib, yigit yana vazifani uddasidan chiqqanini anglashibdi. Shunda amaki har doimgiday shum niyatli maslahatni beribdi. Podshohim, jiyanim kemadan tushishi bilan uni gumdon qilish kerak. Ha, boshqa iloj yo'q. Bo'lmasa oltin julli terini ololmaysiz. Kema qirg'oqqa kelib to'xtagach, eng avval Malika va uning kanizaklari, undan keyin yigitlar, so'ngra yigitning o'zi tushibdi. U qirg'oqqa qadam qo'yishi bilan podsho yuborgan jallod uning joniga qasd qilibdi. Podsho esa Malikaga uylanmoqchi bo'libdi. Shunda Malika yigitni surishtira boshlabdi. Ne mashaqqatlar chekib, meni bu yergacha olib kelgan yigit qani? Qayerda u? U yigit endi yo'q. U mening qarolim edi. Bor yo'g'i mening amrimni bajardi xolos. Shu payt Malika yigitning jasadini ko'rib qolibdi-da, unga shifobaxsh suvdan ichiribdi. Buni qarangki, yigit bir aksa urib, o'rnidan turib ketibdi. Atrofdagilar hangu mang bo'lib turishganida, amaki yana podshoga debdi. Podshohim, u endi bizdan ko'ra ko'p narsani biladi. Chunki u o'lib tirildi. Yo'q, o'lib tirilgan odam ko'p narsani bilsa, men ham buni sinab ko'rishim kerak. Mening undan xayrim kam axir. Podsho amri vojib. Uni darhol dorga osishibdi. Lekin Malika uni tiriltirmabdi. Xalq esa shu voqea sabab zolim podshodan qutulibdi. Malika otasiga xat yozib, bo'lgan ishlarni va o'z ixtiyori bilan yigitga turmushga chiqmoqchi ekanligini bildiribdi. Malikaning otasi bunga qarshilik ko'rsatmabdi. Ana shunday qilib, oddiy bir ovchining o'g'li Malikaga uylanib, mamlakatni idora qila boshlabdi. Darvoqe, onasini ham hurmat, ehtirom bilan saroyga olib kelibdi. Har ishda yordamchi bo'lgan zukko qizchani esa tutingan singil bilib, o'ziga vazir qilib tayinlabdi. Mana aziz bolajonlarim, ko'rdingizmi? Ovchi o'g'lining sof ko'ngli va qizchaning aql zakovati mamlakatni farovonlikka yetaklabdi. Shum niyatli amaki esa o'z qilmishidan uyalib, bu yerlardan bosh olib ketibdi.